Menga qara Simba. Mana shu g'o'rani o'zimiz bersam bo'lmaydimi? Nima dadamga yuzdiryapsan? Dadajon o'zgan g'o'rani yegim kelyapti-da. O'zim uchun emas, bola uchun. Xijolat bo'lmanglar. Nevaram uchun teramanda kelin. Voy, yomon tushdan. Dadasi meni g'o'ra yegim kelmay qoldi. Xo'roz urishtir-ey. Ha, sol pachchag'ini chiqartishib, pixini qayirib tashlab, cho'qib yubormaysan, patini yulib yubor. Sol. Voy, shunaqa ham nozda bo'ladimi? Ey dadasi. Bo'l, xo'roz urishtirmayman. Sen nima qilasan? Piknik qilaman. Piknik? Ya xotin, jicha oshirib beryapsan. Ha bu tomda qanaqa piknik bo'ladi, ha? Siz buni mazasini bilmaysiz dadasi. Ha, deb chuqur nafas olganda loy suvadi hidi keladi. Bunaqa tasdiqot seni ko'ryapman, qo'y. Bolamiz uchun shu gapdan ham aytib bering. Hech qachon tushundingmi? Men erkak kishiman, nima deyapman? Oldiman telefon. Yaxshimisiz? Mana nima men sizni yaxshi To'g'ri gapiring bola uchun. Men sizni yaxshi ko'raman, ajon. Ana nima bo'ldi? Sharmanda. Rahmat, mazza. Dadamga telefon qilib bering. To'la shahada o'yna, nima deyapsan? Yaqinda men farzandli bo'laman. Farzandim Yangi bozorda internet o'quv markazida o'qitaman. Chunki bitta o'ziga 3 ta ustoz dars o'tadi. U yerda ruchka daftar qilib o'tirmaydi. Student app ilovasi bor. Undan tashqari Iris X dasturi bor. U yerda yuqori Irislar oladi. Kim ola? Alisher, qo'ylar ijolat qilmaylar. U yerda bitirib chiqqandan keyin sertifikat oladi. Sertifikat bilan O'zbekistondagi top universitetlarning bittasiga bez imtihon kirib ketsa bo'laveradi. Tugaysizlar ekanmi? Shunaqa. Mana kelin so'ragan xo'rez. Dadasi, meni g'o'ra yegim kelibdi. Ammo bu safar yomon tushdi. Kelinlarga